Media haftalik bugun nafaqat jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalari vakillariga, balkim hammaga kerak deb o'ylayman. Nafaqat samarqandlik hamkasblarim, balki o'zim uchun ham kerakli ko'nikmalarni shakllantiryapman. Auditoriyani soni emas, sifatiga ishlash kerak deb o'ylayman. Jurnalist har kuni o'rganish kerak. Dunyoviy jurnalist bo'lish kerak bugun. 23 ta test topshirdim, 80% dan yuqori. Ochiqlik, shaffoflik. Bizni yanada tirbiyatlikka tortadi. Men Hakimjonov Fayzjon yosh mobil o'qituvchilar maktabini tugatdim va hozirgi paytda 5 tadan ortiq proyekt bilan ishlab 20 milliondan oshiq daromad topyapman. Men Munisa Nizomova Content Markaz tomonidan tashkil qilingan SMM AI Sound konkursini muvaffaqiyatli tamomladim va hozirda copywriter ssenarist sifatida o'z faoliyatimni yuritmoqdaman. SMM smartfon kursini tamomladim va sertifikatni qo'lga kiritdim. Tajribali ekspertlardan yangi bilimlarni, yangi ko'nikmalarni olyapmiz. 27-apreldan 1-maygacha bo'lib o'tgan Media Forum haftaligi davomida men mobilografiya kurslarida faol ishtirok etib, o'zim qiziqtirgan savollarga yechim topdim va o'quv kurslarida faol ishtirok etdim. Media haftalik davomida biz yoshlar o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarga javob topdik va tashkilotchilarga rahmat deb qolamiz. Media haftalik bu axborot va jamiyat o'rtasidagi ko'prikni mustahkamlagan strategik tadbir bo'ldi. Biz yoshlar bunaqa media haftaliklar Samarqandda yana bo'lib qolishini xohlardik.